Endi bir jamiyatki sizni farzandlaringizga din ta'limini o'rgatishingizdan to'ssa, ayollarga hijobni taqiqlab, erkaklarni soqolini man qilsa, shu jamiyat dinni muhofaza qilayotgan bo'ladimi? Dindorlarni qamasa, butun fasodlarga ruxsat bersa, haromlarni hammasini majburiy ixtiyoriy tatbiq qilsa, sizni u jamiyatda boy badavlat tinch yashashingizdan nima ma'ni? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari dinni mana bu maqsadlarini juda yaxshi tushunishgan. Shuning uchun och qolishsa ham, joni chiqib ketadigan darajada yoki aqlidan ayriladigan darajada azoblanishsa ham, vatanidan, bola chaqasidan ayrilishsa ham dinini himoya qilishgan. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu islomga kirishidan oldin Makkada eng boyvachchalardan edi. Uni onasi hech kim kiymagan kiyimlarni kiydirardi va hech kim yemagan taomlarni yedirardi. U islomni qabul qilgach, onasi mana bu narsalarni hammasini man qildi. Agar diningdan qaytmasang, senga hech narsa bermayman, sen bilan aloqani uzaman dedi. Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu dinini muhofaza qildi. Eng qashshoq kishiga aylanib qolsa ham, yeyishga hech narsasi yo'q, kiyimlari eski, yirtiq yamoq, ochlikdan, mashaqqatdan terilari qurib, yorilib, tumsoq teri bo'lib ketdi, lekin dinini himoya qildi. Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu u musulmon bo'lganligi uchun uni shu darajada qattiq azoblashdiki, yonib turgan cho'g'ni badaniga bosishardi. Badani kuyib, yog'i oqib, badanidan oqqan yog' cho'g'ni o'chirib qo'yardi. Badanlari ilma teshik bo'lib ketardi, lekin dinini himoya qilishdi.